Bugun dunyoga eng nozik qalbli, eng mehribon, eng ajoyib inson onajonim, siz tug'ilgan kun. Bu kun biz uchun, butun oilamiz uchun eng qadrlanadigan, eng faxrli sanalardan biridir. Chunki dunyoga siz kabi sabrli, mehribon, hammaga fayz va quvonch ulashadigan inson kelgan. Onajon, men ulg'ayganim sayin sizning mehnatingiz, tun-u kun qilgan g'amxo'rligingiz, har bir kichik yutug'im uchun qilgan suyunishingiz, qadamlarim adashmasligi uchun bergan duolaringizni qanchalik ulkanligini yanada chuqurroq tushunib boryapman. Sizning birgina tabassumingiz butun kunimni nurga to'ldiradi. Birgina duoyingiz butun hayotimga baraka olib kiradi. Bugun men sizga shuni aytmoqchimanki, siz mening baxtimning ildizi, muvaffaqiyatimning sababi, qalbimdagi eng katta faxrimsiz. Hayotingizdagi har bir kun quyoshdek nurli, bahordek shirin, yozdek barakali bo'lsin. Alloh sizga uzoq umr, mustahkam sog'liq, qalbingizga tinchlik va bardamlik bersin. Yuzingizdan tabassum, ko'nglingizdan esa umid va quvonch aslo tark etmasin. Umringiz hamisha fayzli, ro'zg'oringiz mo'l, ko'nglingiz doimo nurli bo'lsin. Siz bor ekansiz, dunyo chiroyli. Siz bor ekansiz, men baxtliman. Onajonim, yana bir bor tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin.